Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga obunachilar. Bugungi videomuz güzel yüzler hakkında bo'ladi. Sentyabr oyidan boshlab sotishni boshladim, lekin reklama etmayapman. Kanalimizda bu video 2026-yilning birinchi videosi bo'ladi. Bugungi sana 10-fevral ekan. Manzilimizni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimiz yurt turish lazımki bunda 9 etaj, bunda arzon jaluzi, bunda ban tarafda arzon tovarlar, arzon metrajlarning yan mashinada joylashgan arzon jaluzi. Bir de Xivasdan aka. Birimizda yana Xivasdan aka, bir de peshxodning. Ha, şurada. Bana bazadan çıkaverish yo'li, bazadan kelaverish yo'limiz. Az jaluzilarimiz bilan tanishib o'tib ketamiz. Jaluzilarimiz skidga e'lon etdik. Sifatli arzon jaluzilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Bular 4-kolleksiya. Bunam kolleksiyasi bor. 4-kolleksiyada eng oxirgi kolleksiyasi bular. Tovari qalin bo'ladi, etur yo'l bo'ladi. Bu materialdan 2 oy bo'ldi, gamin duradi, endi keldilar. Ko'p odam ko'p so'radilar, yana talablarga binoan keldi bom. Bom keldi yana. Mida gulli, bom zo'r, xo'shroy. O'zini buni gofrazam bo'ladi yana. Chiroyli bom. Keyin bom tarafdan boyam. Bom etur yo'l. Etur yo'llarimizda hozirgi kunda 4 sveti mavjud. Eshiklarimiz ham bor yana, sochaqli eshik. Bundan sochaqli desangizlar, sochaqlida bor, mindiqli desangizlar, mindiq ham bor yana. Mandayra Eturgül'ün serisi var. Bundan ne kımı var. Sarı olaman desezler. Bu adına tomnilarımız var. Bularning hozirgi kunda bahasini aytib o'tadigan bo'lsak, bahasi 100 ming, 95 ming so'mdan 100 ming so'mdan boshlanadi bizda jaluzilarimiz bahasi 250 ming so'mgacha bo'lib turgan baho. Skidga e'lon berdik, o'shanatib arzon qo'ydik. Bundayna adına tomnilarimizni 120 ming so'mdan qo'yib berdik yine. Anatomiyamızdan bize de 4 sveti mevcut. Seriya akıba, serisi var, 7 serisi, karıştırması var. Yaran bir kıyılı sveti var. Ban tarafımızdan bayna. Bunlar ham chiroyli vapsım. Yurt turish mumkin. Giraverish yerlari 80lik, 1lik, 110likda topsiz, 120likda topishda qiynalib turgan bo'lsangiz, bemalol ishora kelib topsiz mumkin. Xohlasangiz yana adnotomniy topsiz mumkin. Bir palasa giravishida arzon varianti bu. Xohlasangiz bunda bor. 1-2 so'm qimmat bo'lar. Qimmat emas. Arzon. Bular ham 20 so'm, 30 so'm, 40 so'm qimmat yuradi bular yana. Yurt turishingiz mumkin. 1 so'm 80lik bor, 1lik bor, 120lik bor, xohlagan razmerlaringizdan bor. 160lik ham bor. Yurt turishingiz hozir 170lik yana zakaz olib qo'ydik. Uzoqlasa ertaga keladi magazinimizga, shu do'konimizga. Yurt turishingiz mumkin. Jaluzilarimizda har xillar bor, turlari bor. Mana. Ben murojaat etishingiz mumkin. Nomerlarni yozib qo'yaman. Uyingizga sifatni yaxshi ko'radigan jo'ralarınız bo'lsa tozalab qo'ying. Sifatini, kачествосini umuman gap yo'q. Xohlasangiz parni etib olaman, yana parnilar ham bor. Bunda yana parni etib eshik olaman desangizlar ham bo'ladi yana. Parni etib eshik bor yana. Tushundirim. Yurt turishingiz mumkin. Bu eshikki bundayni oynasi. Parni etib olaman, birgalikda masalan zog'lab qo'yamiz desangizlar ham bo'ladi yana. Bizda parni jaluzilarimiz ko'p. Buni oynani tushadigan tersi 180, 1,5 180. Xohlasangiz 170, 180, 190, 2 metrliklar ham bor. Zakaz qarab. Zakaz xudo xolsa bir kunda bitadi. Magazinimizdan shudan kelib olishingiz mumkin. Yana mindiqlar ham zo'r. Turishingiz mumkin. Buni eshikni tushadigan tersi buniki 1,5 tushadi. Mana zakaz qarab beraverasizlar. Agarda 1,5 2 kerak desangiz ham 2 metr beramiz xudo xolsa. Hozirgi eshik kunda vida gulli bor. Keyin bunda ne bor? Bundan bor. Hozir bunda muzik qo'yilgan, sasak qo'yilgan ham bor bunda. Bunlar turadi bu. Hozir ham tushiramiz. Bu yine sasak qo'yilgan. Sasak qo'yilgan ham chiroyli. Ko'rinib turibmi videoda? Zo'rmi?
Saçak koygan. Görüp turuş lazım ekan. Kimdir saçakni yaxshi ko'radi, kimdir mınjıkni yaxshi ko'radi. Her kimning talabina binoan bular. Deb turadi yani. Bakışlaram to'stay. Keyin bunun farnisi bor. Farnisini keladigan bo'lsak, farnisi bundayna farnisi bor buning. Bundayna farnisi. Kelaversa oradan skitkalan baholarni qo'yib berdik. Skitkadagi baholar kelaversa oradan qo'yib berdik bularni. Tamburlarinizga kerak bo'ladigan bo'lsa 80liklar, 1liklar, 120liklar kelaverasizlar. Manzilimizni tushuntirib o'tib ketdim. Manzilimizni yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman. Bemalol hozir. Manzilimiz yana barimizda yana Xivastanka, berimizda yana 9 etajli ugli, yana arzon metrajlarning yanında. Bemalol kelishingiz mumkin.